Tasavvur qiling, afsonaviy himoyachilar maktab o'quvchisi bo'lganda ular qanday vazifani bajargan bo'lardi? Misol uchun sinfning rahbari kim, sinfning sardori kim va umuman maktabning direktori kim? Hozir sizlar bilan afsonaviy futbolchilarning xarakteridan kelib chiqqan holda barcha maktab vazifalarini topshiramiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Shunaqangi futbolga oid ajoyib kontentlar faqat menda va boshladik do'stlar. Demak, maktabning direktori Frans Bekkenbauer, u himoyachilarning otasi, u mana shu maktabga asos solgan, manaman degan o'qituvchilarni tarbiyalagan. Maktabning katta rahbari sifatida ham qarorlarni u chiqaradi. Direktor yordamchisi Francesco Baresi tajribali, mas'uliyatli, direktor ishlarini yengillashtiradi, tartib saqlashga yordam beradi. Direktor kasal bo'lib qolsa, bemalol uning o'rnini ham egallaydi. Sinf rahbari Paolo Maldini tartibli, aqlli, intizomli, sinfdagi barcha tartibni ushlab turadi. Sohasi bo'yicha bir nechta diplomlarga ega, o'quvchilarni yaxshi ko'radi, ularni doimo to'g'ri yo'lga yo'naltirib, jahon darajasiga chiqaradi. Sinf sardori esa Sergio Ramos. Bilasizmi kimlar sardor bo'ladi? Hamma jabhada eng zo'ri, urushda ham, o'qishda ham tartib, intizom, liderlik hamma xususiyat unda bor. Kerak bo'lsa o'qituvchi kelmasa, uni ham o'rnini egallaydi. Bugundan boshlab sen direktor deysiz, eskisinida o'rnini yaxshiroq egallab, maktabni boshqaradi. Rahbarlik qobiliyati yuqori, jamoani boshqaradi. Muammo bo'lsa birinchi chiqadi, hamma unga quloq soladi. Eng urushqoq, eng janjalkashi Pepe albatta. Maydonda doim agressiv, jangovar xarakteri bilan mashhur. Sinfda ham qarama-qarshiliklarda birinchi chiqadi, yo'q joydan urush chiqaradi. Yosh bolachalarga kun bermaydi. Hatto katta sinflarni ham duxini olib qo'ygan. Qizlarning yoqimtoyi Gerard Pike, sababi chiroyli, o'ziga xos xarizmaga ega, sinfda populyar o'quvchi. Hamma qizlar uning atrofida bo'lishni yoqtiradi. Qisqa qilib aytganda, qizlarning ajali desak ham bo'ladi do'stlar. Maktabning faxri Fabio Cannavaro. Cannavaro himoyachilar ichida oltin to'p olgan yagona o'yinchi, qolganlar qilish imkonsiz bo'lganligi uchun u hammaga namuna. Qisqa qilib aytganda, maktabning faxri sifatida ko'rsatilgan. Doim zakovatlarda birinchilikni olib kelgan. Eng adolatli va insonparvar o'quvchi bu Carles Puyol. Sababi janjallar bo'lsa hech kimga yon bosmaydi. Barchani bir ko'zda ko'radi. Faqat tartib bo'lishini xohlaydi. O'z sinfdoshlariga ham doimo to'g'ri yo'l ko'rsatadigan ajoyib inson. Bir-biridan hech qachon ajralmaydigan do'stlar bu Giorgio Chiellini va Leonardo Bonucci. Sababi klub va terma jamoada ham ular birga o'ynashgan. Sinfda ham, ko'chada ham qayerga borsa birga yuradi. Doim yonma-yon, qanaqa qilg'ilik bo'lsa ham faqat birga qiladi. Ilonga nos sektirgan ham aynan mana shu ikkisi bo'ladi. Faqat qovun tushirib yuradigan Harry Maguire. Sinfda xatolar qiladi, kulguli vaziyatlarga tushadi. O'z sinfdoshlarini boshqalar oldida doimo parod qilib yuradi. Ustozlarning yoqimtoyi Alessandro Nesta. Ustozlar nima desa xo'p deydi. Darslar vaqtida bajariladi. Ko'rsatmalar doimo qo'yilmaqom tarzda amalga oshiriladi. Shuning uchun ham u borgan yerda har doim murabbiylarning birinchi tanlovi bo'lgan. O'zini liderligini kimgadir isbotlashi shart bo'lmagan o'quvchi bu Van Dijk. U sardor emas, u rahbar ham emas, lekin uning darajasi hammasiga yetadi. Biroq unga bular qiziq emas. Van Dijk shunchaki bosiqlik bilan o'z ishini qiladi, lekin urush bo'lsa manaman deganini uradi. O'qish desang eng zo'rlaridan zo'rdir. Va nihoyat sinfdagi eng aqlli o'quvchi bu Abduqodir Husanov. Garchi uning o'qishlari juda ham zo'r, 5 ga loyiq bo'lmasa ham, lekin odobi birinchi o'rinda bo'lgan.